Bunday natijaga qanday erishdingiz deydi-ku. Do'stlar, bizning navbatdagi 100% grant sohibamiz Madina Sobirova. Shu kunning o'zida ham imtihonda qatnashib, ham 100% grant yutib olganlar. Ular bilan hozir protsessni chiqib bo'lganini gaplashib o'tamiz, chunki men o'zim aytib berganlarimda qiziqarli bo'ldi. Madina, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tabriklayman yana bir bor 100% grant bilan. Xo'p, protsessni so'zlab bersangiz, bugunning o'zida qatnashib, ham 100% grant yutdingiz. Shu protsessni aytib bersangiz, qiziqarli bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilarimiz. O'zi Qo'shko'pirdan kelishima 7 minut qoladi. Taksiga o'tirishimdan oldin bera kelibam. Keyin taksini chaqirdim-man, ulgurmasam kerak deb o'yladim-man, borsammi, bormasammi deb keldim-man, lekin baribir ishora kelib tushdim. Tushgandan keyin taksini to'xtatib turarsandan keyin dedim-man, ikkilanib yurdim. Lekin shu 5 minutgacha qaytib keldim. Avvallab arkada o'tirdim. Keyin imtihonni topshirdik. Topshirib uya borganimdan keyin уже bu yerdan chiqib uya doğru ketdim-man. Uya ketganimdan keyin shu ko'chama kirganimda telefon keldi. Boshqacharoq beradi. Keyin oldimdan shuning tabriklaymiz, 100% grant yutibsiz. Necha ishlayapman dedim, 20 ni ishlayapsiz, 20 dan dedilar. So'nda uya yugurib borib aytdim. Keyin shu vaqt akamlar bilan qaytib yana Urganchga keldik. Demak, oilangiz bilan keldingiz. Xo'p, zo'r. Demak, haqqoniy ko'rdingiz. Ko'pchilik aytib turibdi, bu yerda donish bilish bo'lib turibdi yoki da parma shunday narsalar deb deb o'ylaysiz, fikringizni aytib o'tsangiz. Yo'q, menimcha umuman o'zim ham bir boshda o'yladim, shuni bo'laman ekan. Zarar yo'q, prosta topshiraman, agar 100%likni olsam o'qiyman, bo'lmasa zarar yo'q deb oshnab keldim, lekin oldim yana. Zina. Молодец. Tabriklaymiz yana bir bor. Madina shartnomani ham tuzib oldi Zina. Xudo xolasa guruhlarni shakllantirib, dars qachon bo'lishini aloqa chiqib aytadilar sizga. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, bizda shunday grantlar yangiliklar bo'lib turibdi. Siz ham o'tkazib bermaslik uchun bizlarga obuna bo'lib, kuzatib boringlar. To'g'ri, lekin men ham o'zim kuzatib yurganligim uchun oxirgi kunini gap qoldim. Uni ko'rmaganimda o'tib ketar edi. Shuning uchun bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar.